Bugun yana bitta mahsulotlarimizni obzor qilib beramiz. Litrovkalarimiz bor, nalichniida. Ko'rishinglar mumkin. Aloe gelimiz ugrilarni ketkazishda yordam beradi. Bularni shunaqa katta variantda olishinglar mumkin. Ya'ni 1 litr olsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar grammlab ham qilib beramiz. Vitaminli kremlarimizdan ham bor. Yuzinglarni zo'r qilib beradi. Bitta o'zini olib ishlatsanglar ham bo'ladi. Bizda har xil naborlarimiz bor. Dog'larga nabor bor, ajinlar uchun, har xil ugrilar uchun. Yuzinglarda nima muammo bo'lsa, shunga nabor qilib beramiz. Mana echki sutidan kremlarimiz bor. Bu kremni ishlatsanglar, shunaqa yuzinglar namlanib, oqartirib, yaltiratib beradi. Yuzinglar oziqlanadi. Har xil vitaminlari bor. Grammlari ham kattasi bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, ranglari ham tiniq, yuzinglarni ham shunaqa tiniq qilib beradi. Dog'larni ochartiradi. Ajinlarni yo'qotadi. Bu kremlarimizni havasga olsanglar bo'ladi. Qaranglar, qanaqa ranglari, tiniqligini, chiroyli. Yuzinglarni ham shunaqa chiroyli qilib beradi. Hech qanaqa muammolar qolmaydi. Bu mahsulotlarimizni ishlatsanglar. Menga aytyapsizlar, originalmidi? Bular hammasi Koreyaniki bo'ladi. Bizda unaqa arzon narsalar sotilmaydi. Poddelka narsalar ham yo'q. Hammani sevimlisi bo'lgan har doimgidek avokadoli umvalkalarimiz. Bu umvalkaga yuzinglarni shunaqa hidlari shirin yuzinglardan gupillab kelib turadi-da, hidlari uchun sizlar buni olib bitta ishlatib ko'rsanglar, oqartirib yuzinglarni tiniq qilib beradi, namlantirib beradi. Mahsulotlarimiz hammasi davolab beradi. Yuzinglarda nima problemalar bo'lsa, shunga qarab davolaydi. Har bitta narsamiz juda ham sifatli, sinovdan o'tgan hammasi. Ishonib olsanglar bo'ladi. Echki sutidan kremimizni namlantiradi, oziqlantiradi. Quruq va tortishib turgan terini yumshatib beradi, oziqlantiradi. Buni sostavlarida A, D, E vitaminlari ham bor. Terilarni sog'lomlashtiradi, terilarni xiralashganlarini ham yo'qotib beradi. Buni sostavidagi tabiiy laktik kislotasi bor. Terilarni yengillab beradi. Yuzinglar sog'lom ko'rinishi xohlasanglar, oziqlantirishni xohlasanglar, namlantirishni xohlasanglar, shu kremni olib bitta ishlatib ko'ringlar. Shunaqa zo'r effektlari. Tavsiya qilamiz hammaga. Vitamin E'larimizni ham ko'pchilik bilishadi. Juda ham zo'r kremimiz bo'ladi. Bularni ikkilanmasdan olaversanglar bo'ladi. Chunki bu juda ham zo'r krem. Ortiqcha gapirib o'tirmayman. Bu avokadoli umvalkamiz bo'ladi. Hamma so'raydi shu avokadoli umvalkamizni. Oson bo'ladimi, grammlab sotasizmi deb, iloji bo'lsa buni litrlab olinglar. Shunaqa maza qilib ishlatasizlar. Chunki buni olib ishlatib ko'rganlar aytyapti, voy, vobshe zo'r ekan, lekin aytganingizcha bor ekan deyishyapti. Buni даже badanga, sochinglarga ishlatsanglar bo'ladi.